Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun joriy etilayotgan yangi cheklovlar, tekshiruvlar va talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va oilasida keksa insoni bor har bir kishiga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot vaqtida yangilanmasa yoki bitta bank kartasi noto'g'ri ishlatilsa, pensiya to'lov kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Qaysi holatlarda pensiya bo'yicha muammo chiqishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish lozimligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga vaqti yetib borsa, juda katta muammolarning oldi olinadi. Avval pensiya tizimida ko'p jarayonlar eski tartibda yurardi. Pensioner pensiyasini olardi. Bank kartasiga pul tushardi yoki naqd shaklida yetkazib berilardi. Ayrim hollarda hujjatlar bir marta rasmiylashtirilgandan keyin yillar davomida qayta tekshirilmasdi. Doimiy yashash manzili o'zgarganmi? Pensioner chet elga uzoq muddatga chiqqanmi? Nogironlik muddati tugaganmi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni davom ettiryaptimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi ayrim vaziyatlarda kechikib aniqlanardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FDYO, banklar, migratsiya ma'lumotlari, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, ta'lim muassasalari va boshqa idoralar bazalaridagi ma'lumotlar o'zaro tekshiriladi. Bu nima degani? Bu degani, agar pensionerning holatida o'zgarish bo'lsa, masalan ishga kirsa, doimiy yashash joyini o'zgartirsa, nogironlik muddati yakunlansa, chet elda uzoq qolsa yoki vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish davom etsa, bunday holatlar tezroq aniqlanishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Hamma pensionerlarga birdaniga pensiya to'xtatiladi degan gap noto'g'ri. Cheklov deganda ko'pchilik darrov vahimaga tushadi. Aslida gap pensiyani noqonuniy, noto'g'ri yoki eski ma'lumot asosida to'lashning oldini olish haqida ketmoqda. Lekin oddiy pensioner ham ehtiyotsizlik qilsa, masalan bank kartasini boshqaga berib qo'ysa, pasport ma'lumotini yangilamasa, telefon raqamini almashtirib xabar bermasa yoki tekshiruvga chaqirilganda bormasa, o'ziga ortiqcha muammo orttirib olishi mumkin. Asosiy qism bek kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi toifa. Doimiy yashash manzilini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan pensioner aslida Qashqadaryodagi farzandinikida yashayapti. Yoki Namanganda pensiyaga chiqqan kishi Samarqandga ko'chib ketgan. Lekin rasmiy manzilini o'zgartirmay, bunday holatda pensiya to'xtatiladi degani emas. Lekin tizimda ma'lumotlar mos kelmasa, aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Agar siz yangi manzilda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, migratsiya va ro'yxatga olish masalalarini tartibga keltirib qo'yganingiz yaxshi. Chunki davlat organlari uchun asosiy mezon og'zaki gap emas, rasmiy ma'lumotdir. Ikkinchi toifa. Pensiya olayotgan, lekin ishlayotgan fuqarolar. Ko'pchilik pensionerlar ishlasa pensiyasi butunlay olib qo'yiladi deb qo'rqadi. Har doim ham bunday emas. Ishlayotgan pensionerlarning pensiya olish tartibi, pensiya turi, ish joyi, qonunchilikdagi amaldagi norma va to'lov shakliga qarab farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan inson oddiy korxonada shartnoma asosida ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy nafaqalar daromad mezoniga bog'liq bo'lsa, ishga kirish bu to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, ishga kirganingizni yashirmang. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, soliq bazasida baribir ko'rinadi. Keyin men bilmagan edim degan gap ortiqcha to'langan summani qaytarish talabidan qutqarmasligi mumkin. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng ko'p muammo muddati tugagan xulosalar bilan bog'liq. Masalan, fuqaro ikki guruh nogironlik bo'yicha pensiya olayapti. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi 1 yilga berilgan. Agar keyingi qayta ko'rik vaqtida komissiyadan o'tmasa, tizimda nogironlik muddati tugagan deb chiqadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin.
Agar haqiqatan ham sog'lig'i bo'yicha nogironlik davom etayotgan bo'lsa, lekin hujjat vaqtida yangilanmagan bo'lsa, ayb tizimda emas, hujjat muddatiga e'tibor bermaganlikda bo'ladi. Shuning uchun nogironlik hujjatlarining amal qilish muddatini alohida daftarga yozib qo'yish. Telefon kalendariga eslatma qo'yish kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu ayniqsa talaba farzandlar bilan bog'liq. Masalan, ota vafot etgan. Farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzand o'rindagi yoshga to'lgandan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qishdan chetlatilsa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishni tugatsa, buni vaqtida bildirish kerak. Aks holda bir necha oy davomida ortiqcha pensiya tushib tursa, keyin butun summa qaytarib olinishi mumkin. Masalan, oyga 9 ming so'm to'lov bo'lsa, 6 oy davomida noto'g'ri to'langan summa 5 million 400 ming so'm bo'ladi. Bu pulni birdan qaytarish oilaga og'ir tushadi. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu masalada juda ko'p savollar bo'ladi. Kimdir Rossiyaga farzandnikiga ketadi, kimdir Turkiyada davolanishda bo'ladi, kimdir Qozog'istonda yashab turadi. Chet elga chiqishning o'zi pensiya to'xtaydi degani emas, lekin doimiy yashash uchun chiqish, uzoq muddatli yashash fuqarolik yoki doimiy ro'yxat holati. Shuningdek, pensionerning tirikligi va shaxsini tasdiqlash talablari bo'lishi mumkin. Agar tizim pensioner mamlakatda emasligini ko'rsa, ayrim hollarda qo'shimcha tasdiq so'raladi. Bu ayniqsa pensiyani boshqa odam kartadan yechib olayotgan holatlarda muhim. 6-toifa bank kartasini boshqalarga berib qo'ygan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi o'g'lida, kelinida, qo'shnisida yoki tanishida yuradi. Pensioner menga baribir ular olib kelib beradi deydi. Lekin bu juda xavfli. Birinchidan, karta egasisiz javobgarlik ham siz bilan bog'liq. Ikkinchidan, agar pul yechilgan, lekin sizga yetib kelmagan bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Uchinchidan, vafot etgan shaxsning kartasidan pensiya yechib olish qonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bank kartasini hech kimga berib qo'ymaslik kerak. Agar o'zingiz yurishga qiynalsangiz, ishonchnoma vasiylik yoki bankning rasmiy xizmatlari orqali hal qilish kerak. Endi kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsangiz, pasportingiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, noqonuniy qo'shimcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz, chaqirilganda idoraga borishga tayyor bo'lsangiz, vahima qilishga asos yo'q. Cheklovlar asosan ma'lumotlari mos kelmaydigan, hujjati tugagan, holati o'zgarganini bildirmagan yoki to'lovni boshqa shaxs orqali shubhali tarzda olayotgan fuqarolarga ta'sir qiladi. Birinchi cheklov, hujjatlar yangilanmaganda to'lovni vaqtincha to'xtatish. Bu eng ko'p uchraydigan holat. Masalan, pensionerning pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi yoki pensiya tizimidagi ma'lumot yangilanmagan. Natijada ism, pasport raqami yoki JSHIR bo'yicha mos kelmaslik chiqadi. Bu pul yo'qoldi degani emas. Odatda ma'lumot aniqlashtiriladi. Lekin pensioner o'zi bormasa, telefonni ko'tarmasa, ariza bermasa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi cheklov, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish talabi. Bu juda og'ir masala. Aytaylik, pensioner qo'shimcha ustama olish huquqini yo'qotgan, lekin bu haqida xabar bermagan. Yoki talaba farzand o'qishdan chiqib ketgan, lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi davom etgan. Keyin tekshiruvda 8 oy ortiqcha to'lov aniqlansa, davlat bu pul sizga asossiz to'langan deb qaytarishni talab qilishi mumkin. Ba'zida summa pensiyadan bo'lib ushlab qolinadi. Ba'zida alohida tartibda undiriladi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirish foyda emas, aksincha keyin katta qarzga aylanishi mumkin. 3-cheklov, nogironlik xulosasi bo'lmasa yoki muddati tugasa to'lovni davom ettirmaslik. Bu yerda insonning sog'lig'i yomon bo'lsa ham, rasmiy xulosa bo'lmasa, tizim to'lovni asosli deb hisoblamaydi. Men kasalman, hamma biladi degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Komissiyadan o'tish jarayoni og'ir. Navbat bo'lishi mumkin, shifokor xulosalari kerak bo'ladi. Shuning uchun muddat tugashiga 1 hafta qolganda emas, kamida 1 oy oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. 4-cheklov, vafot etgan shaxs nomiga to'lovni olishni taqiqlash va qaytarish. Bu juda jiddiy. Ba'zan oila a'zolari oy oxirida pensiya tushibdi, marhum otamizning qarzlariga ishlatdik deyshadi.
Lekin shaxs vafot etganidan keyin uning nomiga tushgan pensiyani yechib olish qonuniy muammo keltirishi mumkin. Dafn puli, meros hisobdagi qoldiq mablag' bo'yicha alohida tartiblar bor. Lekin pensiyani yashirib yechib olish to'g'ri yo'l emas. FHGga ma'lumotlari elektron tizimga tushgach, bunday to'lovlar aniqlanadi. 5-cheklov. Ishonchnoma bilan pensiya olishda qat'iy talablar. Agar pensioner o'z bankka bora olmasa, ishonchli odam orqali pul olishi mumkin. Lekin ishonchnoma haqiqiy bo'lishi, muddati tugamagan bo'lishi, notarial tartibda yoki qonunda belgilangan shaklda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Onam menga og'zaki ruxsat bergan degan narsa bank yoki pensiya organi uchun yetarli emas. Ayniqsa pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish, vasiylik organlari bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. 6-cheklov. Shubhali bank operatsiyalarida karta bloklanishi yoki qo'shimcha tasdiq so'ralishi. Masalan, pensionerning kartasidan har oy pensiya tushgan zahoti boshqa viloyatda bir odam yechib olayapti. Yoki pensioner Toshkentda yashaydi. Karta esa muntazam ravishda boshqa davlatda ishlatilmoqda. Bank xavfsizlik nuqtai nazaridan operatsiyani cheklashi mumkin. Bu ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin shaxsni tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun kartani o'zingiz ishlating, SMS xabarini yo'qing. Telefon raqamingiz doim o'zingizda bo'lsin. 7-cheklov. Daromad va mol-mulk mezoniga bog'liq ijtimoiy to'lovlarda qayta baholash. Bu pensiyaning o'ziga emas, ayrim nafaqa, yordam puli, kompensatsiyasi va qo'shimcha ijtimoiy to'lovlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan xonadonda yangi avtomobil rasmiylashtirilsa, katta daromad paydo bo'lsa yoki uy-joy holati o'zgarsa, yordam qayta ko'rib chiqiladi. Pensionerlar ko'pincha buni pensiya bilan aralashtirib yuborishadi. Yoshga doir pensiya bir narsa, ehtiyojmandlik asosidagi ijtimoiy yordam boshqa narsa. 8-cheklov. Manzil va tiriklikni tasdiqlash bilan bog'liq tekshiruvlar. Ayniqsa uzoq vaqt naqd pulni boshqa odam olayotgan, pensionerning o'zi ko'rinmayotgan. Telefon orqali bog'lanib bo'lmayotgan holatlarda xodimlar tekshiruv o'tkazishi mumkin. Bundan qo'rqmaslik kerak. Agar pensioner tirik, hujjatlari joyida, to'lovni o'zi olayotgan bo'lsa, bu oddiy aniqlashtirish. Lekin pensioner vafot etgan yoki chet elda doimiy yashayotgan bo'lsa-yu, oila a'zolari to'lovni davom ettirayotgan bo'lsa, muammo shu yerda boshlanadi. Birinchi noziklik, pensiya kechiksa darhol cheklov qo'yildi deb o'ylamang. Ba'zida bankdagi texnik kechikish, bayram kunlari, dam olish kunlari, hisob raqamdagi texnik moslashtirish yoki tizim yangilanishi sabab bo'ladi. Lekin 2-3 ish kunidan ortiq kechiksa, albatta aniqlashtirish kerak. Ikkinchi noziklik, telefon raqami juda muhim. Ko'p pensionerlar eski raqamni ishlatmaydi. Raqam farzandi nomida SMS boshqa odamga boradi. Natijada bankdan yoki idoradan kelgan ogohlantirish pensionerga yetib bormaydi. Men maslahat beraman. Pensiya kartasiga ulangan telefon raqami nazorat ostida bo'lsin. Agar raqam farzandingizniki bo'lsa ham, barcha xabarlarni sizga aytib tursin. Eng yaxshisi, alohida ishonchli raqam rasmiylashtiring. 3-noziklik. Hujjatdagi kichik xato katta muammo keltiradi. Masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqa, nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin barcha bazalarda yangilanmagan. Bunday mayda ko'ringan tafovutlar elektron tizimda mos kelmaslik sifatida chiqadi. Ayniqsa ayollar nikohdan keyin familiya o'zgartirgan bo'lsa, pasport, bank, pensiya, soliq va tibbiy hujjatlarda ma'lumotlar bir xil bo'lishini tekshirib qo'yish kerak. 4-noziklik. Oila a'zolari pensioner nomidan hamma ishni qilishi mumkin emas. Farzand men otamning o'g'liman deb boradi. Lekin qonuniy vakolat bo'lmasa, idora barcha ma'lumotni bermasligi mumkin. Bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun. Shuning uchun agar pensioner yoshi katta, yurishi qiyin bo'lsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini oldindan hal qiling. 5-noziklik. Davolanish va yotib qolgan holatlarda maxsus tartiblar bor. Agar pensioner kasalxonada yotsa yoki uyidan chiqa olmasa, bu pensiya olish huquqini yo'qotadi degani emas. Lekin buni rasmiylashtirish kerak. Shifokor ma'lumotnomasi, notariusni uyga chaqirish, bankning masofaviy xizmatlari yoki vakil orqali murojaat qilish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Eng yomon yo'l hech narsa qilmasdan kutish. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? JSH shir to'g'rimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi?
Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki almashtirilgan bo'lsa, bank va tegishli pensiya organiga ma'lumot yangilanganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? İjtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha kompensatsiyami? Har birining talabi boshqa. Masalan, yoshga doir pensiyada asosiy masala yosh va ish staji bo'lsa, nogironlikda komissiya xulosasi muhim. O'quvchisini yo'qotganlikda esa o'qish yoki qaramlik holati muhim. Uchinchi qadam o'zgarish bo'lsa yashirmang. Ishga kirdingizmi? Chet elga uzoq muddatga ketdingizmi? Manzil o'zgardimi? Talaba farzand o'qishni to'xtatdimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Bularning hammasini tegishli organga bildiring. Buning uchun mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki qonunchilikda belgilangan elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. 4-qadam ariza yozishni o'rganing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning afish, shir, telefon raqam, manzil, pensiya turi va muammo mazmuni aniq yoziladi. Masalan, mening pensiya to'lovim kechikayotgani sababli holatni tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki pasport ma'lumotlarim yangilangani munosabati bilan pensiya bazasidagi ma'lumotlarni moslashtirib berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling, qabul qilingan sanasi va raqamini saqlang. 5-qadam kerakli hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta rekvizitlari. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, FDY hujjatlari, ishonchnoma yashash manzili bo'yicha hujjatlar bo'lsin. Har bir hujjatning rasmini telefoningizda ham saqlang. 6-qadam, bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga aytmang. Kartani qarindoshga ham doimiy berib qo'ymang. SMS xabarni yo'qing. Agar karta yo'q bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar pensioner o'zi ishlata olmasa, farzandlar rasmiy ishonchnoma bilan yordam bersin. Bu oilaning o'zini ham himoya qiladi. 7-qadam, pensiya to'xtatilsa yoki kamayib qolsa, avval sababini biling. Og'zaki gapga ishonmang. Qo'shnim aytdi, hammani keslarkan degan gaplar bilan vahima qilmaymiz. Pensiya organidan yozma yoki rasmiy izoh so'raymiz. Sabab aniq bo'lsa, hujjat topshiramiz. Xatoni tuzatamiz yoki norozi bo'lsak, yuqori turuvchi organga shikoyat qilamiz. Har bir murojaatni yozma qiling, chunki yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. 8-qadam, oilada pensioner bo'lsa, farzandlar ham nazorat qilsin. Keksa ota-onalar ko'pincha SMSni o'qimaydi. Arizani yozishga qiynaladi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Farzandlar oyiga bir marta pensiya tushganmi? Karta ishlayaptimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Telefon raqami faolmi? Shularni tekshirib qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensionerlar uchun yangi cheklovlar deganda eng avvalo noqonuniy to'lovlarni oldini olish, ma'lumotlarni elektron tekshirish, hujjatlarni yangilash, bank kartalarini xavfsiz ishlatish va o'zgarishlarni vaqtida bildirish talablari tushuniladi. Oddiy qonuniy pensiya olayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan odam vahima qilmasligi kerak. Lekin hujjat muddati tugagan, manzili o'zgargan, nogironlik xulosasi yangilanmagan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati o'zgargan yoki katta boshqa odam qo'lida yurgan bo'lsa, bugunoq tekshirib qo'yish kerak. Men sizga maslahat beraman. Kutib o'tirmang, muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra. Oldindan hujjatlarni tartibga keltirish ancha oson. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechikkanmi, hujjat so'rashganmi, karta bilan muammo chiqqanmi, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.